Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Ko'pchilik qayerdan dars jadvalini olsa bo'ladi yoki yangilangan dars jadvallarini qayerda kuzatib borish mumkin degan savollarni bermoqda. Shu sababli sizlarga buni qanday qilishni o'rgataman. Eng avvalo Google Play Marketdan EduPage degan programmani ustanovka qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ustanovka qilgandan so'ng esa registratsiyadan o'tish kerak. Ya'ni o'zingizni email pochtangiz, ya'ni elektron manzilingiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tayotganingizda o'zingizni login parolini biladigan pochtani yozasizda va unga kod boradi. Verifikatsiya kodi borgandan so'ng kodni bu yerga kiritasiz va siz registratsiyadan o'tasiz. Siz bu yerga student bo'lib kirasiz, studentni bosasiz va ism familiyangiz, login parolingizni yozib, yangi parolingizni yozib kirishingiz mumkin bo'ladi. Login parolni esingizda qolsin, keyin safar mana shu pochta va parol orqali ushbu tizimga kirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz EduPage sahifasiga kirganimizdan so'ng Connect to a School account degan joy bor, o'shani bosamizda va Connect to Public EduPage, ya'ni ikkinchida turganini bosib, institutimiz bilan integratsiya bo'lish uchun TKTI-2023 bosib create account qilamiz. Kirganimizdan so'ng timetable ga kiramiz. Timetable ustiga bosganimizda dars jadvallariga kiradi va o'zingizni fakultetingizni, guruhingizni bu yerdan topib, nafaqat o'zingizni, balki boshqalarni guruhlarini ham dars jadvallarini bemalol kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'qituvchilarning ham dars o'tish jadvallari bor, keltirilgan, hammasi bemalol kirib tanishib chiqishingiz mumkin.